PRP soch to'kilishiga qarshi mo'jiza yoki shunchaki trend. Assalomu alaykum. Soch to'kilishi bugungi kunda yosh-u qari, erkak ayol demay ko'pchilikni qiynayotgan muammo. Oxirgi yillarda esa PRP degan davolash usuli juda mashhur bo'lib ketdi. Lekin bu nima o'zi? PRP haqiqatan foydalimi yoki bu shunchaki reklama? PRP bu inglizcha platelet rich plasma degani, ya'ni trombotsitlarga boy plazma. Bu usulda sizning o'z qoningiz olinadi, maxsus apparatda aylantirilib, ichidan trombotsitlarga boy qismi ajratiladi. Ushbu plazma keyinchalik bosh terisiga inyeksiya qilinadi. Trombotsitlar tanadagi tiklanish va o'sishni rag'batlantiradigan hujayralar. U qanday ishlaydi? PRP bosh terisida qon aylanishini yaxshilaydi, ildizlardagi hujayralarni faollashtiradi va soch follikullarini o'sishini rag'batlantiradi. Ushbu terapiya ayniqsa genetik soch to'kilishida, androgenetik alopetsiya, stressdan keyingi to'kilishlarda yangi soch o'sishini tezlashtirish uchun ishlatiladi. Tadqiqotlar nima deydi? Ko'plab ilmiy maqolalarda aytilishicha, PRP natijalari odatda 3 ta 4 ta seansdan keyin seziladi. Soch siyrak joylarda qalinlashadi, o'sishi tezlashadi va kamroq to'kilish kuzatiladi. Kamchiliklar yoki muhim faktlar haqida gapiradigan bo'lsak, PRP sehrli usul emas. U har kimda ham bir xil ishlamaydi. To'liq kal joylarda, ya'ni follikulalar yo'q bo'lgan holatda PRP yordam bermaydi. Davolash vaqtinchalik bo'lishi ham mumkin. Har 6-12 oyda takroriy seans kerak bo'lishi mumkin. Ba'zida biroz og'riqli bo'lishi mumkin, lekin lokal og'riqsizlantirish bilan o'tkaziladi. PRP arzon usul emas. O'zbekistonda bir seans narxi odatda 300 mingdan 700 ming so'm atrofida bo'ladi. Klinikaga va ishlatiladigan preparatga qarab o'zgaradi. Bu kimlar uchun mos, kimlarga emas desangiz, erkaklarda M tip yoki soch chizig'i chekinishi boshlanganida, ayollarda soch siyraklashgan joylarda, jismoniy sog'lom, qon evish muammosi yo'q odamlarga mos keladi. Diabet, qon kasalliklari yoki immun tizimi muammolari bo'lgan odamlarga tavsiya qilinmaydi. PRP bu innovatsion va foydali terapiya, lekin u har doim aniq natija beradi deyish noto'g'ri. Bu usulni mutaxassis ko'rigidan o'tib, soch holatiga qarab tanlash kerak. Agar PRP ni o'ylayotgan bo'lsangiz, avval trixolog bilan maslahatlashishni unutmang. Sizlar bilan Med 36 jamoasi uchun trixolog, dermatolog Alimjanov Jamshid Ahmadjanovich bo'ldi.